Idora aka, obunachilarimizdan kelayotgan savollarga javob berib o'tsangiz, sovuq paytlarida asfalt bossa bo'ladimi? Shularga javobini berib o'tsangiz. Albatta, hozirgi paytda juda ko'p mijozlarimizni qiziqtirayotgan, o'ylantirayotgan narsa shu dolzarb masala bo'lib turibdi. Bu sovuqda bemalol asfalt bossa bo'ladi. Hali mana 17 gradus, 18 gradus, hali minusga o'tirgan yo'q. Bemalol asfaltni bossa bo'ladi. Biz endi o'zimizni tajribadan kelib chiqqan holatda Rossiyada minus 20, minus 25 graduslarda bosganmiz. Endi bizni zavoddan bunaqa sovuq haroratda zavoddan biz nima qilamiz? Shunaqa asfaltimizni haroratini yana ham kuchliroq, balandroq qilib, issiqroq qilib yetkazib olib kelamiz. Shu narsaga biz e'tibor qaratganmiz. Sovuq kunlarda ob-havoga qarab asfalt bosib beradigan bo'lsa, bosib beraveramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, Gold Asfalt jamoasida asfalt bosish bo'yicha barcha xizmatlarimiz mavjud. Bizga quyidagi raqamlar orqali aloqaga chiqinglar yoki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tinglar.